Shokirxon studio taqdim etadi. O'zbek va jahon kinosi kliplar premyerasi tomosha. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Kulgu yana xonadoningiz mehmoni. Biz boshladik. Qo'ka. Nima to'palan? Kim o'zi u? Assalomu alaykum aka. Qanaysiz aka? Rahmat. Sizlarga yaxshimi aka? Shunisiz? Yes, yuribdi sekin, Aka biz ham bunday ko'rsatuvlarga chiqaylik. Qo'limcha qilsam? Qisqinchalik qilsaman? Qil. Faqat qo'lda emas, uka. Hop. Qo'y, siznimi? Meniki Jo'rabek aka. Jo'rabek sahnamizda nima qiladi? Aka men chalaman. Chala bo'lsangiz xafa bo'lmang, endi kimdir chala, kimdir usul. Ya siz noto'g'ri tushundingiz. Men musiqa asboblarini chalaman. Mutaxassislik nima o'zi shu mutaxassislik? Endi aka bizning spes chang, haligi chang borku shu. Chang bo'lsa qoqib, nima qilib kiyib yuraverasiz, uni nima qilasiz endi? Yo'q, siz yana noto'g'ri tushundingiz. Bu odam uncha ketib borishdi aka. Voy, mutaxassis chang, anaqa chang bor, shu chalaman. Chang chalaman mutaxassislik deysiz. Nimaga bunday ko'tarib yuribsiz bo'lmasa? Aytganda anavi changning qiyinchiliklari ko'p ekanda aka. Qo'sh. Katta asbobda u. Ko'tarishga qiynalaman. Keyin terlab ketaman. Uning simi ko'p bo'ladi, simini sozlab, anavi to'yga tayyorlagancha to'y ham tugab qoladi. Shunga nayga o'tib ketdim aka. Barim nay boshqacha asbobda. Men u nay bilan qo'shnog'araga bitta yangilik qilganman. Qanday qo'shnog'arani olib kelmadingizmi? Aytganda uning tagi teshilib qolib sunlab kelmadim. Tushunmadim. Anavi qo'shnog'arada ikkita bo'ladi, bilasizmi? Tum tak, taka tum taka tum deb chaladi-ku. Bittasi tum, ikkinchisi taka. Shoning tagi teshilib qolibdi. Men aytdim, og'ayni borib tagini jomatga, bitta ko'rsatuv bor chiqamiz dedim. Shu ketdi u. O ketdi. Aka, qo'shnog'arani qo'yib turing. Baribir nay boshqacha asbobda, boshqacha asbob bu. Agar qolasangiz mening nayda yangi yakka ijrolarim bor. Agar qolasangiz bittasingizga chalib beraman. Qani nay navosi Jo'rabek ijro qiladi. Marhamat. Shok. Chalasiga bu. Tayyorgarlik bu aka. Men karate qilamizkan siz o'ylab nay bilan. Hozir sizlarga chalib bermoqchi bo'lgan kuyim mening yoshlig'imni eslatadi. Bu kuy menga yoshlig'im desa ham bo'ladi. Eshiting aka. Uzr aka, uzr. Musiqa chalib beraman deb men qo'ychilik qilayapman-ku. Qarang. Ko'cha bog'i 2, birinchi burilish 8-chi. Chalg'iman aka, eshiting. Aka, ala odam mo'ylovni qarang. O'z chaldigizni meni xotinimning o'zi ekan-ey. Mo'ylov yo'q-ku odamda. Meni xotinimni mo'ylov bor-da. Bak aka, chalg'iman. Kuyda eshiting, kuyda. Chal. Aka, bu kuy chalsam jilovim keladi meni. Aka, shu kuyda chalsam sig'ilaman-da men. Sig'ilay beraman. Keyin yana bitta sig'ilaman-da, keyin sekin sig'ilishda davom etaman. Nimaga? Shu sig'ilish ko'rganib qolganman men aka. Nimaga sig'ilish? Bu kuy menga anavi bevafoni eslatadi. O yigit-ku u. Orqasida qiz bola o'tiribdi-ku. U bevafo yordi qo'yib turib, o'ning otasini eslatadi. Qizini menga emas, doira chiqib beryapti. Nimamish? Ne çalışam ish bo'ptimi? Ne o'zi ko'rinadi, ne opa deydi. Men qizimni doirachiga beraman. U hammaga chaladi. Uning doirasini shapalog'i shirin deydi. Hakkallangiga qurtinimdan qiynalib. Meni hozir shapalog'ining modasini qizi ko'rib yotibdi. Voy, qizdirib o'ryapti, qizdirmasdan o'ryapti. Beklar bo'lsin. Haligi gap bor-ku, qon teriga jun urmaydi deganlardek, yeti ham qotdi, beti ham qotdi.
kalmavuz. Ana dairasini orqasidan jilpanlamasdan, biz tomonga bir marta qiyab vaqt qo'ysang, jam tani chiqib ketib qolmasdi, betalfiq. Sen olsin. Hali kelasan bir kun qarab tur, yerimiz doira chalolmay qoldi. Bizga ne chalish turgasin desan, men o'rgatadi. Aka. Bizamchi, ko'p joylarda Sekin. Qimmat turadi bu stol, sekin. Maylida ishqil qimmatmi, nozikmi menga farqi yo'q. Ansambulda ham, to'y qachonda ham jorib qo'yapmiz, to'g'risida. Ayniqsa nahorg'ochlar naysiz etmay qoldi, naysiz. Kechqurun may ichib jig'ilgan odam ertalab nay tinglab tirilyapti. Shunda aka, qisqasi gaping, men nay uchun, nay men uchun jaralgan. Mayli uka, chalasanmi yo'qmi nayingda? Aka, bilmayman chalishni. Boyadan beri nimaga boshimiz og'rityapsan, nay deb chalalmasang? Endi aka, u kulgi ko'rsatuvki bu. Xo'sh. Shu odamlarni kuldirish kerak. Shu meni qiziqib keldim. Kuldirish kerak edi, kuldirishga harakat qildimmi men ham? Shongada aka. Bo'ldi, kuldirding, hisob. Salomat bo'l. Xo'sh, navbatdagi sahifamiz hayvonot olamida. Demak, bir tarakan suvarak osmonga qarab yig'layotgan ekan. Yoniga ikkinchisi kelib, "Dixlaposmi?" desa, "Yo, break dance" deymish. Qani Barat nima der ekan? Marhamat, Barat Hasan hayvonot olamida. Masal. Begemot bo'lib diqqat, quyonga qilar hasrat. Meni tutib o'tishar, qo'polson deb ketishar. To'g'ri, ortiqroq jirib, lekin o'zim bejirim. Aka, dedi quyon. Men esa bormay qayon, keldi deyishar qo'rqoq. Yana emishman g'ilay, bu gapga qanday chiday? Kirib keldi tulkivoy. Yorilib ketaman voy. Menchi emishman ayyor. Bu gap do'stlarim bekor. Doim bosib jahlimni, ishlataman aqlimni. Yana takror aytaman, men hech emasman ayyor. Ayiq keldi lapanglab, dedi bir gapni anglab. Menchi emishman maymoq. Bu gap menga isnod dog'. Oxir qushdan yengilman, lek birovdan yengilman. Keldi-yu hozirgina eshakvoy qildigina. Har kim o'z aybin bilsa, o'takasi yorilar. Deb bekordan bekorga aytishmagan qarilar. O'qituvchilar mavzusini ko'tarishga harakat qilyapmiz. Kichik hangomalarda o'qituvchilar mavzusida dars qilindimi yo'qmi? Aytib, yo'q, o'tir 2. Ruchka beringlar menga. Hozir hammaga qo'yib chiqaman. Sobirov, dars qilingan yo'qmi? 2. Ne'matov, bilaman dars qilmagansan 2. Sanam 2. Sanga 2. O, Jo'rayev, sen baqaka, men oldimga kel. Men bega tur. Darsni nimaga qilmading? Men bilaman dars qilmaganligingni. Yo qildingmi? Ayt, to'g'risini ayt. Yaqinroqqa. Nimaga dars qilmading? Dars qilmoqchi edim. Xo'sh, dars qilaman dedim. Senga ham 2 aytgancha, esimdan chiqdi-ku, 2. Senga ham 2. Davom et. Senga ham 2. Davom et. Dars qilaman dedim. Ana akam bor. Shuni dars qilamasam, tur meni aytganimni qil dedi. Qo'ymadi. Akam aytdi, men domla murshadsa, domlanga men javob dedi.
akam lekin shunaqa shug'ullanadi. Karate bo'yicha chempion bo'lganda boksga qatnashgan. Mushlarni ko'rsa, va shunday qiladi, shunday qilsa odamning jag'ini sindirib yuboradi-da. O'shancha dars qilaman desam, qilmaysan dedi. Oy. Sen akang bilan meni qo'rqitmoqchi bo'lyapsanmi? Odatlaringni. Bor joyingga o'tir. Tur. Xo'sh. Sen ders qilgan yo'q-a? Ko'zingdan bilib turibsan ders qilmaganingda. Sen umuman hayotda ders qilmagansan, bundan keyin ham qilmaysan. Senga 0. Senga 1. Buni dadasi to'palanchida Abdulla aka. Hozir to'palanib kelib qolsa, 1 ni 4 qilish osonroq. 1 qo'yaman unga doim. Aliboyev. Baqaka. Nega tur? Assalomu alaykum. O'chirib yordingda. Balki inshaalloh yozdik, haliga ish. Nima deyapti? Yozma ish. Boshidan odog'igacha mana Hasanovdan ko'chiribsan. Haqida yozuvdilaring to'g'rimi? Ko'chirgansan, ikkovingiz bir xil. Yo'q, ustoz, biz Hasanov bilan ikkalamiz bitta it haqida yozdik. Men isbot qilib beraymi ko'chirganingni? Isbot qiling. Mana Hasanov yozadi. It mashinalar orqasidan yuguradi deb. Salom yozsa mana it mashinalar orqasidan yuguradi. Hasanov yozadi, men itni har xil tansiq taomlar bilan boqaman deb salom yozibsan. Men tansiq taomlar bilan boqaman deb, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Mana bu Hasanov yozibdi, it yoshining ichida ekanligini bilmayman deb, sen nima deb yozding? Men ham debsan. Maktab mavzusi juda bag'ri keng mavzu. Sal pursangiz kulgi chiqaveradi. Eng mashaqqatli kasblardan bittasi o'qituvchilik. Doim bolalarimizni vaqtiga sog' bo'lishsin. Endi hazil qilamiz-da, tasavvur qilinglar ota-onalar majlisi. Qani ota-onalar kelinglar, joylashib o'tiringlar. Diqqat qilib tomosha qilasizlar bu narsani. O'tiringlar. Xo'sh, ota-onalar kelganmi? Men bir yo'qlama qilib qo'yay. Xo'sh. Aliboyevlar oilasi. Biza shu yerda. O'tiringlar, rahmat. Doim yaxshi kelasizlar, rahmat. Sobirovlar oilasi. Jo'rayevlar oilasi. Salomat bo'linglar. Bir yigit hindular qabilasida hindularni qo'liga tushib qoladi-da, ana keyin endi tamom deb taqdirga tan berib tursa, ichidan bir ovoz ketdi. Yo'q, tamom emas. Hali to'pponchangda bitta o'q bor. Hindularning sarkartasini ot desa, u ham shunday to'pponcha solib qarasa, haqiqatan bitta o'q bor. Hindular sarkartasini paq etib otsa, ichidan ovoz ketdi. Ana endi tamom. Bizam bugungi uchrashuvimizni oxiriga yetkazdik. Tamom. Keyingi uchrashuvgacha sog' bo'linglar. O'zbekning tabassumi go'yo bitib qolganda, kimga kulgu kerakdir, bir qonashlik foydasi.